Samarqand davlat chet tillar institutida oliy ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim istiqbollari va imkoniyatlari, muammolar va yechimlar mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Mazkur anjumanda inklyuziv ta'lim istiqbollari muhokama qilindi. Anjuman ochilish marosimida mamlakatimizda ta'lim sohasidagi turli darajadagi muassasalar va xalqaro tashkilotlar vakillari, professor o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, institut rektori Bahodir Xoliqov, shuningdek viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov ishtirok etdi. Muzaffar Hamdamov o'z chiqishida keyingi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan inklyuziv ta'limni rivojlantirish borasidagi ishlar haqida to'xtalib o'tdi. U ta'limda teng imkoniyatlar yaratish va alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalarni jamiyatga moslashtirishda inklyuziv yondashuvning ahamiyatini alohida ta'kidladi. Ayni paytda umumta'lim maktablarida inklyuziv sinflar tashkil etilgani, alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning sog'lom bolalar bilan birgalikda ta'lim olayotgani ijobiy samaralar berayotganligini qayd etdi. Bu esa bolalarda bag'rikenglik, hamjihatlik va ijtimoiy faollikni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarning yana bitta eng katta bu o'zgarishi inson ijtimoiy xizmatlar markazining tashkil qilinishi va nogiron farzandlarimizga, millatimiz kelajagi bo'lgan o'g'il qizlarimizga ta'limda bir xillikni yaratish uchun inklyuziv sinflar va inklyuziv markazlar tashkil qilindi. Bu yil viloyat bo'yicha 2 ta maktab inklyuziv sinflar tashkil qilyapmiz va inklyuziv ta'lim oladigan bolalarga alohida o'qituvchilar jalb qilish choralarini ko'ryapmiz. Anjumanda inklyuziv ta'lim sohasidagi xalqaro tajribalar, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari yuzasidan faol fikrlar almashildi.